Shahboz aka turing, nonushta tayyor. Mani rotinimga tegmayana, o'zim yeyman uni. Shamponni qayerga olib ketyapsiz? Mani shampunim o'z tagiga kamgina qo'ygan, o'zingga boshqa ol, ishlatma mani shampunimni. Ukajon, kvartira pulidan 8 kun o'tib ketdi, nima bo'ldi men planlarim bu? Aka, mani pulim tax bu bermayapti. Bermayotgan bo'lsa chiqaraver. Yo, sen berginda qarz bo'lmaymiz buni. Wi-Fi puli tugabdi, pul tashlash kerak ekan, 150 ming. Bo'l 75 ming man tashlayman, 75 ming sen tashlaysan, tamom. Nimaga? Bitta man ishlataman, ikkalamiz ishlatamiz Wi-Fi'ni. Tegma, tegib chiqsin. Nimaga ovqatga bunaqa yozib qo'ygansiz? O'zim bilaman, mani ovqatimni tegma, joyga qo'yaman. Mana naskim san kelgan yo'g'a? Yo'q. Qayerga ketibdi bu? Hozir kart o'ynaymiz, yutqizgan uylarni yig'ishtiradi, hay? Men kart o'ynashni bilmayman-ku. Men uylarni yig'ishtirishni bilmayman-da. Nima olib keldingiz? Uydagilar menga pochta yuboribdilar. Bizagami? Qanday bizaga? Mani o'zimga, Murad bobo, o'zingga boshqa chaqirtirib ol uyingdan kerak. Voy,